Blockbusterlar, ya'ni Sevishingni ayt, qochoqlar filmidan keyin aktrisa Misha Patelning karyerasi pasayishiga yuz tutgani haqida aktrisa intervyuda aytdi. Bollivudda qanchalik ikkiyuzlamachalik, manipulyatsiya va qo'shaloq standartlar borligidan hayratda qoldim. Men bu sohaga ijodiy kinolar haqida katta tasavvurlar bilan aktrisa va raqqosa sifatidagi salohiyatimni ro'yobga chiqarish uchun kelgandim. Juda tez orada men bu shunchaki shafqatsiz biznes ekanligini angladim. Ko'pincha kasting ish vaqtidan tashqarida o'tkaziladi. Yoki agar sen bosh roldagi aktyorga yoqsanggina rol beriladi. Men rollar ularga umuman loyiq bo'lmagan aktyorlarga berilishini ko'rdim. Men omon qoldim, chunki onam menga odob axloq qoidalarini o'rgatgan. U menga munosib va odobli ishlashni aytgan. Axloq va o'z-o'zini hurmat qilish pulga sotib olib bo'lmaydigan narsalardir. O'ylaymanki, men haliyam pushti ko'zoynaklarda yashayapman va bu menga yoqadi. Siz Amisha Patel ijodini yoqtirasizmi? Uning ishtirokidagi qaysi film sizningcha omadli?